Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan o'tgan darsda va'da qilganimizdek, ko'p o'lchovli massivlar bilan tanishamiz. Ko'p o'lchovli massivlar shunday massivlarki, bu massivning elementi ham alohida o'zi bir massiv bo'ladi. Bajarib yaratib ko'ramiz. Numbers degan bir massiv yarataylik va buni ichida ham yana massiv yaratmoqchiman. Demak, shuning uchun chalkashlikni oldini olish uchun mana shunday qilib alohida qator qilib yaratganimiz ma'qul. 1 2 3 4. Xo'p, mana bu yerda agar e'tibor qiladigan bo'lsak, oxirgi elementdan keyin ham mana bu yerda virgul o'zi odatda qo'yilmaydi, lekin buni qo'yish xato hisoblanmaydi. Bu oxirida qo'yilgan virgul balki ba'zida to'g'ri hamdir. Buni yaxshiligi tomoni shundaki, siz xohlagan vaqt ixtiyoriy bitta elementni olib boshqasi bilan joyini almashtirishingiz mumkin va bunda virgul o'zi bilan birga ya'ni joyida bo'ladi. Bunday amaliyot ham mavjud. Xo'p, yana bitta yarataylik. Uzr. Va yana bitta, albatta bu massivdan keyin ham virgul qo'yishimiz kerak, bunisidan keyin ham. Ya'ni har bir elementlarni biz virgul bilan alohida albatta ajratishimiz kerak. Va hozir aytganimizdek, eng oxirgisidan keyin ham virgul qo'yish mumkin. Buni yaxshilik tomoni hozir aytganimizdek, siz xohlagan vaqt buni bu yerdan olib bu yerga qo'ysangiz, virgul muammosi bo'lmaydi. Demak, ba'zi dasturchilar shunday yo'l ham tutadilar. Bu xato hisoblanmaydi. Demak, bu yerda biz nima qildik? Numbers degan massiv yaratdik va uning tarkibida 3 ta element bor. Va bu elementlarning har biri ham alohida massiv. Keling endi bunga qanday qilib murojaat qilinishini ko'rib chiqamiz. Console log massivimizning nomini beramiz. Numbers. Va endi shu element, shu massivimizning nechinchi elementi? Faraz qilaylik, mana bu yerda bitta element bor. 33 elementi. Boshqalarga o'xshamasligi uchun shunday qo'ydim. Aynan shu elementga qanday qilib murojaat qilishimiz mumkin? Avval eng katta massivimiz bo'yicha uning qaysida ekanligini aniqlaymiz. Demak, bu eng katta massivimizda 3 ta element bor. Mana bunisi 0-element, bunisi 1-element va bunisi 2-element. Demak, eng boshida dastlab mana bu elementga murojaat qilishimiz kerak bo'lsa, numbersga to'rtburchakli qavs ichida 1 deb aytamiz. Birinchi elementga, mana shu massivga murojaat qilindi. Endi shu massivning tarkibidagi nechinchi element bizga kerak? 4 bu 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi. Demak, 4-chi elementi bizga kerak. Birinchi massivning 4-chi elementi bizga kerak. Ishlatib ko'raylik. Mana haqiqatdan ham shu bizga kerak bo'lgan 33 hosil bo'ldi. Bu massivimiz ikki o'lchovli massiv deyiladi. Chunki massiv tarkibida yana massiv bo'ldi. Lekin agar biz xohlasak, yana ham ichkariroq kirishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdan yana bir massiv yaratishimiz mumkinki, uning ham tarkibida bir nechta massivlar bo'lsin. Va albatta virgul bilan ajratish elementlarni esdan chiqmasin. Xo'p, 23, 56, 89, 111 degan ana shunday massiv yaratdik. Xo'p, bizga aynan mana shu element, ya'ni mana shu katta sonlar yozilgan massiv kerak bo'lsin. Shu massivni qanday chiqaramiz? Numbersdagi bu 0-chi, bu 1-chi, mana bu esa 2-chi. Demak, numbersdagi 2-chi elementga murojaat qilmoqchimiz. Mana bu yerga 2 deb yozamiz.
ikkinchi element mana shu massив bo'ladi. Va buni tarkibidagi katta sonlar yozilgani. Yuqoridagi birinchisi 0, keyingisi 1 va bunisi 2. Ikkinchi massivdagi ikkinchi elementga murojaat qilyapmiz. Bizga aynan 89 soni kerak bo'lsa, yana 2 yozamiz. Ya'ni bu 0-chi, 1-chi, 2-chi. Keling shu ishni bajarib ko'ramiz. 2-chi. Ishlatib ko'ramiz. Mana bu yerga mana bu massivdan keyin virgul qo'yish esdan chiqibdi. Mana 89 son hosil bo'ldi. Demak, hozirgi siz ko'rib turgan massiv bu 3 o'lchovli massiv bo'ldi. Albatta massivlarni bu darajada ichma-ich joylashtirish yaxshi emas, chalkashlikka olib keladi. Hozir mana xuddi siz ko'rganingizdek qayerdadir qandaydir xatolik kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar ko'p o'lchovli massivlar o'rniga bu vazifalarni bo'laklarga ajratib, soddaroq qilib tuzish to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, agar sizga bu chalkashliklar yoqqan bo'lsa, keling sizga bitta topshiriq beramiz. Hali biz massivlar haqida yana gaplashamiz. Shunchaki mana shu ekraningizda ko'rinib turgan joyda Jamol ismini chiqarish uchun mana bu yerga qanday kod yozish kerak? Ya'ni bu yerda hozir yuqorida ko'rib chiqqanimizdek umumiy butun katta massivning nechinchi massivi kerak bizga? Mana bu massivga murojaat qilishimiz kerak. Buni ichidagi keyin mana bu massivga murojaat qilishimiz kerak. Undan keyin buni ichidagi mana bu massivga murojaat qilishimiz kerak va undan keyin mana bu so'zni, ya'ni elementni chiqarishimiz kerak. Bu yerda sizga yordam sifatida aytishim mumkin. 4 ta, ya'ni massivimiz 4 o'lchamli massiv bo'lib, siz aynan 4-darajadagi elementni chiqarishingiz kerak. Aynan shu Jamol so'zini chiqarishga harakat qilib ko'ring. Shuning bilan ushbu darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ayyo, hazillashdim. Oxiriga yetmadi. Sizga bu topshiriqni javobini ko'rsatishimiz kerak. Demak, chiqarilsin numbers ning mana bu butun massiv bo'lsa, bunda mana bu massivga murojaat qilinishi kerak. Demak, bu birinchi elementi bo'ladi. Undan keyin mana shu to'g'richayli qavslarni hammasini qo'yib chiqaylik. Undan keyin birinchining mana shu birinchi bo'ladigan bo'lsa, uning birinchi elementi mana bunisi va bu esa ikkinchi elementi. Demak, ikkinchi elementiga, birinchining ikkinchi elementiga murojaat qildik. Xo'p, ikkinchi elementi mana shu bo'lsa, endi buning 0-chisi bu, birinchisi bu, ikkinchisi bu, mana bu esa 3-chisi. Demak, alohida massiv qilingan mana shu 3-element hisoblanadi. Va buni ichidagi Jamol, Kamol 0-chi, Jamol esa 1-chi bo'ladi. Demak, mana bu yerga 1-chi deb qo'ysak, hozir sinab ko'ramiz, adashmagan bo'lsak, Jamol so'zi chiqishi kerak. Undefined nima uchun? Mana aytdik-ku, chalkash bo'ladi deb. Mana bu demak 0-chi, bu 1-chi. Bu to'g'ri. Endi shu 1-chini sanaymiz. Bu 0-chisi, mana bu esa 1-chisi. Biz esa bu yerda 2-chi deb qo'ygan edik. Ana shu yerda xato qildik. 1-chi. Ana endi ishlatib ko'ramiz. Yana bir tekshiraylik. 0-chi, 1-chi, 1-chini, 1-chisini, mana bu 3-chi, 3-chini 1-chisi. Menimcha to'g'ri bo'lishi kerak. Mana haqiqatdan ham Jamol so'zi hosil bo'ldi. Albatta, juda chalkash bo'lgan bo'lsa, bizni vazifamiz siz bilan sizni chalg'itish emas, shunchaki ichma-ich ko'p o'lchovli massivlar joylashishi mumkinligini ko'rsatmoqchi edik. Ana endi esa haqiqatdan ham darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sabringiz va e'tiboringiz uchun rahmat.